Integratsiya qilish uchun settingsga kelamiz. Integration degan joyi bor. Shu yerda mana uni bosamiz. Demak, mana shu Facebook bilan Instagramda demak, hozir bu yerda ulanib turibdi ekan уже. Mana qilamiz, shtobi disconnect qilamiz hammasini. Bitta o'zi olamiz. Endi qaytadan ulaymiz. Xo'p, Facebookga kirilgan bo'lsa, xo'p, yo'q, bo'pti. Kiraversin. Bu ham kiraversin. Xo'p, mana ulandi. Tamom. Endi page'larni saqlanib qo'yish kerak. Ya'ni qaysisi work leadsdan kelsin. Mana work leadsdan ulardan shart bas. Connect and continue. Yana bitta kerakli bo'lgan anonsini ulab qo'ydik. Hop, qilsak, Facebook mapping hozir formamiz yo'q. Vроде бы ulandi bu yerga. Misol uchun bundan keladigan ular hammasi impressal addan, impressaldan emas. KHP sort of mana shu bo'lsa bo'ladi. Все. Update and continue. Все. Bo'ldi. Mana shuni ulab qo'yamiz. Xo'p, tamom, ulandi. Endi qarang, mana shu yerda. Facebook ulagandan keyin ikkinchi ishimiz ham sirasi bor shu yerda. Automationga boramiz. Qanday qilardik? Yani uni Facebookdan tushadigan leadlar CRMga qo'shilishi kerak. Metadan CRMga nima qilish kerak endi bu yerga? Nimani qo'shayin? Facebook lead form submitted, page work leads form any. Demak, o'sha work leadsdan keladigan leadlar bo'ladigan bo'lsa, create and update opportunity qilamiz. Opportunity degan lead degan. Qayerga tushsin, qaysi etapiga tushsin, save qilamiz. Bo'ldi. Endi undan tashqari bitta anavi qilib qo'ysak bo'ladi. Tag qilib qo'ysak bo'ladi. Target yoki meta ads, ya'ni reklamadan kelayotganligini bilish uchun ad tag qilib turib, meta anaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Meta adsdan kelgan odam degan. Bitta sazdat qilamiz. Endi bu narsamiz уже bizda bor, shuning uchun buni publish qilib yotmaymiz, lekin aslida publish qilib save qilsa bo'ldi уже, ishlaydi. Lekin bizda bu narsa downa bor, shu sababdan chiqamiz. Ya'ni maytga kirsak, mana bu yerda yo'q. Bo'ldi. Все, mana ham ishladi. Bu saytdan kelganlar ekan faqat. Bu agar CRMda o'ziga, Facebookda o'zini reklama yoqilsa, tushadigan ekan bu. Bo'ldi, все. Mana publish qilamiz, save qilamiz. Tamom. Demak, Facebookdan tushadigan reklamalarga CRMda yaratyapmiz. Tushunarlimi?